Qindan noxush ajralmalar kelishi bular qinda disbakterioz, ya'ni mana shu mikroflorani buzilishidan dalolat beradi. Qinda mikroflora deganda ko'pchilik o'ylaydi, u yerda top-toza, steril bo'ladi. Yo'q, u yerda foydali va yomon patogen bakteriyalar bo'ladi. Foydali bular laktobakteriyalar, patogen bular stafilokok, streptokok, enterokok, kandida hammasi bo'ladi, faqat miqdori juda kam bo'ladi. Asosan toza, yaxshi mikroflorada 90% bular laktobakteriyalar, ya'ni foydali bakteriyalar bo'ladi. Va ular o'zidan молочный kislota ishlab chiqarish oqibatida ular shu qindagi muhitni kislotali qilib beradi. Kislotali muhit nima qiladi? Demak, bakteriyalarni, yomon bakteriyalarni o'ldirib beradi. Yomon bilan yaxshi mikroflorani o'rtasida muvozanat buzilsa, ya'ni молочный kisli bakteriya, laktobakteriyalar kamayib, patogen bakteriyalar ko'paysa, o'shani disbakterioz deyiladi. Noxush hidni keltiruvchi sabablardan biri bu leptotrix bo'lishi mumkin. Bu shunday bakteriyalar bor, kandidalar bo'lishi mumkin, achitqi hidga chiqaradi va garnerolalar. Ya'ni bu yerda garnerioz yoki bak vaginoz deyiladi. Bunda noxush, baliqqa o'xshash sasigan hid keladi. Ayollarimiz ba'zi birlari yana yuvishga harakat qilishadi, qinni ichini hid ketmaydi. Bir kunga ketadi, ertasi kuni yana bo'ladi. Xo'sh, shunaqa holatda albatta mazut topshirish kerak bo'ladi. Agar iloji bor bo'yicha femoflor, ya'ni femoflorda butun qinda butun mikroflorani o'rganib chiqiladi. Ya'ni qanaqa bakteriyami, gribokmi, virusmi va hokazolarni PCR usuli yordamida aniqlaydi. Javobiga qarab lecheniya qilinadi. Va albatta er-xotin olish kerak bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda ayollarning o'zi davolanadi, erkak davolanmaydi yoki erkak uni ichmayman, buni ichmayman qilib yoki ish bilan ovora bo'lib esdan chiqib qoladi va erkak kishini chalab qolgan davolanish oqibatida ayolda yana shu holat qaytalanadi. Qindagi mikroflorani to'g'irlash uchun ichak mikroflorasini ham to'g'irlash kerak. Ya'ni faqat qin bilan emas, ichak faoliyati yaxshimi, ya'ni ichki kelishlari normami va hokazo. Tutiladigan ichki kiyimlar, ежедневкаlar tutadimi bu ayollar? Bularning hammasini inobatga olgan holatda agar davolansa hamda immunitetni ko'tarsa, albatta mana shunday holatlar qaytalanmaydi.